Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men, bu Dalet. Bugungi mavzuyimiz Pythonga kirish, ya'ni Python haqida qisqacha ma'lumotlar. Video davomida kod yozishni ham o'rganasiz va o'zingizni sinab ko'rishingiz ham mumkin. Mavzuni boshlashdan oldin sizga bir maslahat beraman. Nega ko'p odamlar IT sohasini boshlab to'xtatishadi, ya'ni oxirgacha tugatishmaydi? Sabab qiyinchilikmi? Ha, qiyinchilik hammada bo'ladi. Muhimi qiyinchilik emas, muhimi harakatsizlik. Siz hozir harakat qilsangiz, ertaga kelajagingiz poydevorini qurasiz. Xo'sh, bo'lmasa mavzuga qaytamiz va o'tgan safargi darsimizda yuklab olgan viskodimizni bugun ishga tushiramiz. Papka so'z qilasiz va shu ko'rganingizdek fayl yaratasiz. Mana main.py. Hech qachon unutmang. Fayl so'z qilayotgan paytingiz py, ya'ni Python so'zidagi p harfini yozishni unutmang. Bo'lmasa faylingiz ishlamaydi. Default. Xo'p. Endi birinchi mavzuyimiz print. Print. Xo'p, sizga printni tushuntirsam, print funksiyasi ekranga ma'lumot chiqaradi, qavs ichidagi yozuv ekranga chiqadi, qo'sh tirnoq ichidagi string bo'ladi. Mana. Print hello world. Xo'sh. Ko'rib turganingizdek, qavs ichidagi qo'sh tirnoq ichidagi, ya'ni so'z bu string deb ataladi. Va buni ishga tushirsak, hello world chiqadi ekranga. Faqat hello world emas. Masalan, men Pythonda o'rganyapman. Mana, bu ham chiqadi. Masalan, yana nima bo'ladi? Python hisob-kitob ham qiladi. Sonlar string deb ataladi. Masalan, print ichida siz son ishlatasiz. Masalan, 3 ni qo'shamiz 5 ga. Mana 8. Ko'rib turganingizdek, Python ham qo'shuv, ayirib amallarini bajaradi. Yig'indisini chiqaradi, ayirmasini chiqaradi. Hop. Endi sizga Python haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Xo'sh, sizlarga Python haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, bu hozirgi kunda eng mashhur dasturlash tillaridan biri bo'lib, u sodda va tushunarli yozilishi bilan ajralib turadi. Python orqali veb-saytlar, sun'iy intellektlar, avtomatlashtirish va ko'plab boshqa dasturlarni yaratish mumkin. Eng muhimi, u yangi boshlovchilar uchun juda qulay. Xo'sh, sizga dars davomida tushuntirgan va yozgan kodlarim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar siz tushunmagan bo'lsangiz, menga yozishingiz mumkin. Men sizdan bir narsa so'rab qolaman. Donat emas yoki boshqa narsa emas. Men sizdan faqat obuna va like so'rayman. Kanalimiz rivoji uchun. Rahmat.